Ay soğuk bu piyasa. Biz negadir konditsioneri o'chirish kerak. Buni ham gapirib chiqishadi hozir. Rak mozga keltiradi dersin val deb hozir gapirib chiqishadi. Buni ishlatmanglar, bu rak mozga qiladi deydi. Men nima ishlatsam o'sha rak keltirib chiqaradi bularga. Ayol bo'lmoq qanchalik qiyin va murakkab. Bugun namunapani oldiga boraman. Egzosomalarimni ko'tarib, namunapa menga meza qilib qo'yadi. Polностью sheyam, bo'ynlarim hamma yo'g'imda. Yosharish kerak, go'zallashish kerak. Hammaning xolodilnigida ovqat bo'lsa, Jasminaxonning xolodilnigini qaranglar. Hamma yo'q maska, vitaminlar, kollagenlar и NID'ning ruchkasi. Hamma yo'q maska, oyoqda, qo'lda, betda, yuzda. Yana bitta narsa bor, hozir ko'rsataman sizlarga. Kollagenlar, vitaminlar, hammasi vitamin. Что тут тупорылые ебанутые aytyaptiki, типа nima bo'lmaydi, erkak kishida sellyulit bo'lmaydi dedi. Между прочим, после гормонов у каждого транссексуала есть целлюлит. Ayniqsa qo'lda mana joyida, ko'tni orqa tomonida, ko'timda hali ham bor ozgina sellyulit, 5-6 ta apelsinovые корочки. Ну, u ham ketyapti, xudoga shukr. Dalbayob, bilmasang qo'tog'imga gapirasanmi? Og'zingga ovar. Cho'chog'ingiz ko'rinib qolibdi, cho'chog'im onangning domidan har kuni obedda bir mahal yeyotgandim ovqat. Cho'ta Nilufar kalbasalar olib keluvdi, kalbasalar yeb qo'ydim. Uni ustiga kebab yeb qo'ydim, bir dona, boja. Endi nima bo'ladi? Voy, men uni yechmabman, qo'limdagi uni ham. Yeb qo'ydim. Shunaqa bugun yeb qo'ydim. O'lsin. Bir kun ming kun emas, shunaqa bo'lsa semirib ketamiz, bir kun ming kun emas deb. O'zi appetitim yo'q, o'zim zastavlat qilib tiqib yordim. Boja. Kelib boq, sразу kapelnitsaga o'tirib oldim. Hello me, hammalaring kurshlaring bir bo'layaptilar. Keldim mana. Malohatxon, Gulmira tugatdi уже. Kim? Только glyutation oldi. Biz davom etyapmiz. 3-kapelnitsam. Mana idishga quyib olganman. Rozmarin bilan nimani, qalampir munchoqda uyitib sepaveraman mana shunaqa qilib. Tonna qilib. И все. Yog'lama ham bo'lmaydi, go'zal, yaltir-yultir, укрепление вообще. Eng go'zal sredstvo bo'lsa kerak bu dunyoda. Acayip kız. Fıstıklı mı olsun abi? Fıstıklı olsun. Antep fıstığı mı olsun? Evet. Ama zor işte. Hadi. Hadi kız Antep fıstığı olsun. Bula.